Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Juda ko'pchilik qiziqayotgandi. Fabem kotyolini yoqib ko'rsating deb. Mana do'konimizga qo'ydik do'stlar. Fabem bunkerli kotyol 115 kilovatlik. Mana bu yonishi ichidan. Yonishi dahshat, rezultat zo'r. Gradusni ham juda tez oldi. Belgilangan gradusga juda tez chiqar ekan. 50 gradus, 58 gradus. Kotyolimiz 58 gradusga chiqdi. 10 minut deganda mana shunaqa gradusni oldi. Yonishi dahshat do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Bunkerli kotyol. Mana bu past texnik xarakteristikasi 116 kilovatlik Fabem bunkerli kotyol do'stlar. Do'konimiz ploshadi 1000 kvadrat. 1000 kvadrat joyni hozir isitishga mana shuni yoqib test sinovidan o'tkazyapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Nimasi juda qiziq, yana dimoxoddan ham ana bu nimasi juda kam. Tutuni chiqmayapti hozir.